qaysidir internet tarmoqlarida qaysidir bloger yo qaysidir ziyoratchi bir reklama qilgandan keyin tugib olgan. Biz shu yoqqa borishimiz kerak. Nega unday deyapmiz? Chunki bizga kelishadi. Domla deydi, bir savol bor. Ha, nima? Ana gul sochib marojniy yeydigan joy bor ekan deydi. Bilgansizlar-a? Madinaning orqa eshigida mana shu joyga yetmaysizmi deydi. Biz savol beramiz. U nima ekan? U ziyoratmi? U ravzami? U qabrmi? U yoqdan marojniy yesa jannatga kiradimi? Nima bo'ladi? Yo'q deydi, bormasak bo'lmaydi. Mashalloh, hali ko'rasizlar. Internet tarmoqlarida bor. O'sha marojniga yeting deydi bizni. O'sha joyni marojnini qidirib, kunlab sarson bo'lganlarni ko'rganman. Shu yil aynan ko'rdim. Kunlab sarson bo'lishdi. Nima? O'rtadan odam kiradi, gul sochib marojni beradigan joyni qidirib yurishdi. Birodar, unday qilmang. Ibodatga borgansiz. Unaqa marojnini Buxoroda ham yegansiz, Toshkentda ham yegansiz. Unday bo'lmaydi. Unday fazilat yo'q. Shuning uchun ibodatga mustahkam bo'ling. Chunki nega? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning masjidlarida o'qilgan namozni bir rakati qancha? 1000. Bir rakat o'qiyapsiz, 1000 rakatni fazilatini olyapsiz. Nima qilasiz sizga? Nima kerak o'sha marojna? Nima kerak sizga o'sha xurmo bog'? Nima kerak sizga o'sha kiyim do'koni? Nimaga kerak sizga o'sha tilla magazin? Nimaga kerak?